dadisidan ayrıldı Yusuf Aleyhisselam. Quduqqa tashlandi, quduqdan chiqib qul bozoriga setildi, undan keyin qasrga kirib xizmatchilik qilindi, undan keyin u yerdan zindonga tashlandi. Ma hayatda endişe qilib o'zimizni yo'qotib qo'ygudek, tushkunlashgudek ish yo'q. Hamma ish Allohning taqdiri bo'yicha bo'ladi. Biz Allohning taqdirini ijro qiluvchi bir bandalar, bir sababkor. Shuning uchun bizni ulug' qiladigan, haqiqiy inson qiladigan, haqiqiy hurmatli qiladigan narsa nima? Bilim, o'rganish. Bir ishni qilaymi, qilmaymi? Ma ishning qaysi yaxshi deb tanlash qilgan vaqtimizda Alloh taolaga maslahat silib, Alloh taoladan maslahat so'rab o'qiydigan namoz. Buni qanday o'qiymiz? Normal 2 rakat o'qiymiz. Farzdan boshqa 2 rakat o'qiymiz. Ondan keyin Müşahede bir imani uzuq alayli, imanlı şeyliği deb kelgan qadimlar üçün Allah subhanahu wa taala hasilab ajr azim bersin. Qaronlarda bo'lgandek biz Allohning go'zal ismlarini o'qish orqali o'zimizning iymonini kuchlantirishga tirishib ketib boramiz. Qaysilarning esida bor o'tgan biz qaysi Allohning go'zal ismini o'qidik? Ma cho'nglar deb baqson qana? Ma kichiklar demasin? Ha? Kichiklar bil deb bo'ldi, yaxshi. Yana diqqat qilib turmoqchimi? Yana savol so'raymiz. Savolga to'g'ri javob bersanglar mukofot bor. Biz bugun Alloh subhanahu va taolaninki shundaq bir ismini o'qiymizki, u ismi bizning qalbimizga ajoyib bir xil xotirjamlik bag'ishlaydi. Huzur bag'ishlaydi. Bizni andishidan, jiddiylikdan qutuldiradi. Çünkü biz insonlar hammamiz o'zimiz shunday o'ylaymiz. Biz bo'lmasak, ma dunyoning ishi to'xtab qoldigandek, biz u ishni qilmasak, u ish chala qoldigandek. Alloh subhanahu va taolaning biz bugun o'qimoqchi bo'lgan shundaq bir ismi borki, bu ism bizga shundaq deydi. Ma koinotdagi yuz bergan ishlar, yuz berayotgan ishlar, bundan keyin yuz beradigan ishlar va shundaqlar biz endish qilayotgan ishlar, u qandaylar, bu qandaylar deb endish qilayotgan ishlar va shundaqlar bizning beshimizga kelgan musibatlar va shundaqlar biz 4 ko'zimizdan kutayotgan u ish bunda bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'ladi deb uning undaq bo'lishini qilayotgan ishlar hammasidan Allohning xavri bor. Bulapmi Allohning xavri bo'lish bilan birga, Allohning bilishi bilan birga Alloh subhanahu va taolo ma koinotda bo'lgan ishlarni yuz berishdan burun biladi. Masalan, hozir hech qanday ish yuz bermadi-ku. Vatanimizda azod bo'lmadi-ku. Nurg'ulg'an biz o'ylamgan ishlar taxa yuz bermadi, bilmaymiz. Ana shu biz taxa o'ylab bulanmagan, xiyol qilib bulanmagan, tasavvur qilib bulanmagan mush ishlarning hammasini Alloh subhanahu va taolo o'zining cheksiz ilmi bilan biladi. Yani Allah subhanahu wa taala şundaq bir zat ki el-alim, hamma ishlarni biladigan zat va shundaqla bilish bilan birga shu ishlarni bilib uni taqdir qilib yozgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom naql qilgan hadisda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom innalloha katabal maqadira qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50000 sana deydi. Allah subhanahu wa taala ma osmon zamin yaratishdan 50 ming yil ilgari ma zaminda bo'lgan ishlarning hammani yezib qo'ygan deydi. Biz endish qilayotgan, oliy maktabga o'talamanmi, o'tanmasmanmi, ishmon kilamu, kamasmi, men arzu qilgan shu narsamga erishamanmi, erishamasmi deb mushundaq yuz bermagan ishlar bor-ku, hammasini Alloh subhanahu wa taolo ilm sifati bilan ma osmon zamin yaratishdan ilgari yezib bo'laqliq. Faqat biz uning ijro qiluvchilari. Va shundaqla Qur'on Karimda Alloh taolo bu haqda nayt uch qilib va in min shay'in illa indana khazainuhu va ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Har qanday bir ish bo'ladi ekan, uning xazinasi, uning ochqishi bizning qashimizda deydi Alloh taolo. Ya'ni dunyoda yuz beradigan, tek yuz bermagan ishlar bor-ku, hammasining qachon bo'lganligi, qanday bo'lganligi, kimning qo'lidan bo'lganligi hammasi bizning qashimizda. Uni biz bilamiz deydi Alloh taolo. Va ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Biz buni ashundaq sharoitlarga mos holda yuz bergizimiz deydi. Demak, Alloh subhanahu va taolo bu hayotni yaratishdan ilgari nurg'ulg'an ishlarning bo'lganligini, vatanning azod qilishi olsun, eng kichik bizning beshimiz kelgan musibatlar olsun, biz endish qilayotgan ishlar olsun, hammasini Allah Taala ilgari bilib yozayotgan. Unda bo'lsa nimadan endish qilamiz? Nimadan qo'rqamiz? Alloh taolo bu koinotni shu yezib bulaqliq. Hammasini Alloh taolo va ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum deydi. Alloh taolo ana shundaq mas holda az ijro qiladi. Biz ma'ni tushunsak agarda ma hayotda bizda endişe deydigan narsa bo'lmaydi. Stres deydigan narsa bo'lmaydi. Demak, Alloh shundaq bir zotganki, alim zotganki, nima bo'lganligini biladi. U men endish qilgan ishninki bo'ladigan yoki bo'lmaydiganligini biladi. Menga tushgani nima? Endi stressga tushmayman, endishaga tushmayman, jiddiychilikka tushmayman deb xiyoliy yurishmi? Alloh yozib bulabdi, bo'g'ini bo'ldi debmi? Undaq emas. Dal imtihon nuqtamiz shu yerda. Biz qo'limizdan kelganini to'liq qilamiz. Butun imkoniyatlarimizdan qilamiz. Bir o'quvchi o'zi orzu qilgan bir maktabga o'tish uchun qo'ldan kelishini tirishchilik ko'rsatdi. Ammo shunga ishonadiki, mening qaysi maktabga o'tishimni Alloh biladi. Uni Allah yazib bo'ldi. Bir tijoratchi tirishadi. Mening pul tepishimni, qanchalik pul tepishimni, mush qiyinchilikdan qutulishimni, mush musibatning mendan ko'tarilishini, mush ziyanning men kelishini va kelmasligini Alloh biladi degan ishonch bilan to'xtamay tirishadi. Butun aqlini ishlatadi. Qo'ldan kelgan sabablarning hammasini qiladi, ammo qalbida Allohning al-alim degan sifatini esiga ilib turib. Bundaq bir ish qilsa o'ylab boqinglar birodarlar.
Biri ticaretçi ciddileşmeydi, endişe düşmeydi. Ma bugün günümüzdeki en ağır olan stres deydiğin narsa düşmeydi. Bir o'quvchi ruhi tushkun bo'lmaydi. Nimishqa? Bu Allah biladi ya uni. Allah yezib bo'ldi ya bizni yaratishni ilgari. Men faqat sabab qilguvchi. Allohning o'sha taqdirining ijro qilguvchisining bir vositasiman. Bir sababkorman. Unda bo'lgan ekan. Bundan keyingi 101 yoshlarda qalbimizni xotirjam qilib, endishadan qutulib qadam ilishimiz kerak. Chunki Alloh al-Alim hamma narsalarni biladi. Bu Allah'ın al-Alim sübti, Xuddir Rahman, Rahim sübtiga o'xshash Allah'ın en ulug' ismlaridan birisi. Va shundaqla nayt keng doirlik ma'nilarini o'z ichiga olgan bir ismi. Bu sababdan Allah subhanahu va taolaninki bu al-Alim ismi Qur'on Karimda 157 o'rinda bayon qilingan. Va shundaqla bu 157 o'rinda bayon qilingan bu Allohning al-Alim ismi qaysi surada eng ko'p zikr qilingan bilamizlar? Sura Yusufda. Allah subhanahu va taolo Sura Yusufda o'zining bu ismini bayon qilish orqali bizning qalbimizga xotirjamlik ato qilishni iroda qilgan. Va shundaqla o'zining al-Alim sifatini tushuntirishni iroda qilgan. Qarindoshlari Yusuf alayhisolamga hasad qilib, bu dadamizning muhabbatining hammasi mushunga ketdi. Dadamiz bizga amroq qo'suldi, bizga muhabbatini basuldi deb Yusuf alayhisolamni o'yintib akilayli deb Yusuf alayhisolamni cho'lga chiqdi va Yusuf alayhisolamni quduqqa tashlab o'tdi. Va shundaqla Yusuf alayhisolamning ko'nglikini bo'rininki qiniga buyab, ondan keyin Yusufni bo'ri yeb ketdi deb keldi. Amaliyotda ular Yusuf alayhisolamni qanday qilgan? Quduqqa tashlab o'tgan shundaqmi? Quduqqa tashlab o'tsa, u cho'lda inson nima bo'ladi? O'ladi. Endi o'zimizni shu Yusuf alayhisolamning qismining ichida bir tasavvur qilib Yusuf alayhissalomda bir payg'ambar bor, uning dadasi bor, bir tuqqanlari bor. Bir tuqqanlari adam mangmaydigan bir cho'lga chiqib, quduqqa tashlab o'tdi. Biz ma aqlimizda o'ylasak, endi Yusuf alayhissalomning ishini tugadi deymiz. Cho'l quduqning ichidan chiqolmaydi. Lekin bir karvon o'tib o'tib, suv og'ili quduqning kashiga keldi. Suv tatadigan kishi kiplikinde, "Ya bushra hada gulam." Bu yerda bir bola ekan deb balni suzib oldi. Endi Yusuf alayhissalom tutuldimi? Rahim cho'ng bir imtihon saqlab turdi Yusuf alayhissalom. U bo'lsa qaysi? Bu tijoratchilar Yusuf alayhissalomni quduqdan sug'urib elib, bu bir go'zal bola ekan bu. Biz bunu apırıp, Mısır'a apırıp, satıp, pul tapayla dedi. Çünkü o cemiyette ilgisi yokmuş, şundak bir balını tepip alsa, ekilip lan, xuddi malga o'xshash, kompüterga o'xshash, telefonga o'xshash, üzünü qilib lan, bozorga apırıp satdığa iş vatdı, qul qilib. Yusuf alayhissalomni bu tijoratchilar kavunga elib, Mısır'a apırıp satayla deb, Yusuf alayhissalomni kavunga qo'shdi. Ondan keyin Mısır'a apırıp, qul bozoriga apadi. Mana shu Yusuf alayhissalomni tezayotgan jarayonida padişahning odamlari qul setib olg'ili bozorga chiqdi. Ularga Yusuf alayhissalom azib qilib, Yusuf alayhissalomni setib olib, qasrining ichiga elib kirib ketdi. O'ylab baqili, Yaqub alayhissalom qanday bo'lib ketgandi? Eng amroq bolasi. Bo'ri yeb ketdi deb bituqqanlar tarafidan cho'lga apirib tashlandi. Ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzn. Yaqub alayhissalom shundoq hasratlandiki, "Voy balam Yusuf" deb qayg'urib, yig'lab ko'zi ko'mas bo'lib qoldi. Va cho'nglar bilamiz. Balamiz bir asat yutib ketsa, balamiz yo'qolib ketsa, putqulimizda jon qolmaydi. Yusuf alayhissalom bir kun emas, bir oy emas, bir qancha yil ayrılıp ketdi Yaqub alayhissalomdan. Nəhayət dəhşətli bir iş qo. Yaqub alayhissalom qanday qildi? İnsanlıq təbiiyyətən azaplandı, ko'zi ko'mas bo'lib qoldi, yig'lab. Yusuf alayhissalomning ahvolini ko'rib to'xtadi. Firavunning odamlari Yusuf alayhissalomni setib olib, qasrining ichiga elib kirib ketdi. Yusuf alayhissalom cho'ng bo'lgandan keyin ayoli Züleyxa balı qilib baqib olamiz deb uni parvarish qilib cho'ng qildi, ammo cho'ng bo'lgandan keyin u nəhayət cho'ng bir imtihonga duch keldi Züleyxa tarafidan. Yomon ish qilishga da'vat qilindi. Yusuf alayhissalomning qalbi pokizi Alloh taolo tarafidan payg'ambarlikka tanlangan bir inson bo'lg'achqa rad qildi. Yusuf alayhissalomni zindonga tashladi. O'ylab baqinglar, bu qissa Qur'on Karimda bu hikoya emas bu. Bu biz o'rganishga tegishli dars bu. Dadisidan ayrildi Yusuf alayhissalom. Quduqqa tashlandi. Quduqdan chiqib qul bozoriga setildi. Undan keyin qasriga kirib xizmatchilik qilindi. Undan keyin u yerdan zindonga tashlandi. Keyin musibat, keyin azab uqubat. En ahir Yusuf alayhissalomning ahvoli qanday bo'ldi? Qur'onda bayon qilingan voqelik bilan Alloh taolo Yusuf alayhissalomga shuning ta'birini bildigan bir ilmni o'rgatdi. Shu jarayonda Yusuf alayhissalom turmudoshlariga shu ta'bir berdi. Bu xabar podshohga yetdi. Ondan keyin podshoh o'zi ko'rgan shuning ta'biri berish uchun Yusuf alayhissalomni turmudan chiqardi. Undan keyin shu qahatchilik qarab kelgan bo'lg'achqa u vaqtda Misrga Yusuf alayhissalom meni ma Misrga oshliq ministri qilgan dedi. Ondan keyin podshoh Yusuf alayhissalom oshliq ministri qildi. Yusuf alayhissalom oshliq ministri bo'lib, ya'ni Misrning azizi, ya'ni ministri bo'ldi. Endi bu voqelikni Qur'on Karimda bizga shuni tushuntirishni so'zlayapti. Va shundaqla bu voqelikda Alloh subhanahu va taolo o'zining al-Alim degan sifatini bizga nihoyat ko'p da'vatidi. Ey insonlar, men bilaman. Ma sizning oldingizga kelgan musibat olsun, qiyinchilik olsun, uning keyinda nima bo'lganligini men bilaman deydi. Demak, Yusuf alayhissalomga 5 yil tatib quduqqa tashlangan vaqtda biz qarasak, ma ish bo'lmadi deymiz. Bu bir musibat deb qaqshaymiz. Ammo eng oxirida nima bo'ldi? Misrning azizi bo'ldi. Demak, ma hayotda nurg'unlagan ish bo'ladi. Biz tushunmaydigan nurg'un qiyinchilik bo'ladi. Alloh taolo biz shaxsiy shaklda uchirgan o tijoratdagi qiyinchiliklar, musibatlar, ziyonlar va shundaqla yoshlar uchirgan har xil qiyinchiliklar, qo'rqinchli anish hammasidan Alloh taolo xabardor, biladi. Unda bo'lgan ekan, Alloh bilsa, ma biz qo'limizdan kelgan ishni qilishga mukallaf, ya'ni taklif qilingan. Ammo bizning qo'limizdan kelmaydigan ishlarda innaka antal allam, ey Alloh, sen g'ayblarni bilguchi.
Sen muşlarning bundaki nimish bo'lganligini bilguncha, men sening ilmingga ishonaman deb Alloh qilam tayinib, Allohga duo qilishimiz kerak. Ustimizga tushgan masalani ado qilib meni verishimiz kerak. Endi bu ish bo'lmadi deb mahal shaklda har qanday bir ish olsun ümidsizlikka tushishga bo'lmaydi. Chunki bu sinoqlarning keyinda Alloh taolo bizga qanday ishlarni o'rlashtirganligini o'qimaymiz. Demak, bugungi Alloh subhanahu va taolo Al-Alim ismi bizga shunday deydi-ki, ey insonlar, ma hayotda andisha qilib o'zimizni yo'qotib qo'ygudek, tushkunlashgudek ish yo'q. Hamma ish Allohning taqdiri bo'yicha bo'ladi. Biz Allohning taqdirini ijro qiluvchi bir bandalar, bir sababkor. Alloh taolo Qur'on Karimda o'zining bu sifatini texim tushuntirib, va indahu mafatihul g'aybi la ya'lamuha illa hu. Allohning qishda bütün g'aybning ochqichi. Ya'ni atinin nim bo'lishi, bir yildan keyin nim bo'lishi bütün Allohning qishda. Allohdan boshqa uni hech kim bilmaydi. Alloh subhanahu va taolo va ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dengizdagi, quruqlikdagi bütün ishlarni biladi. Hattoki bizning shubimiz bo'lib qolmasin. Ma bandalarim Allohning xavri yo'q chog'i deb qolmasin. O'misidagi tushib qolmasin deb deydi. Va ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha deydi. O'ylab boqinglar. Bir daraxtdan bir g'azan shunda tushgan bo'lsa, shuni Alloh taolo biladi. Necha 100 milyon daraxt var ma yer sharida. Shu daraxtlardan bir tal tushgan yupurmoqni Alloh biladi deydi. Va la habbatin fi zulumatil ardi va la ratbi va la yabis illa fi kitabin mubin. Ziminga tikilgan uruqlandı. Bütün ishlardan Allohning xabari va Alloh taolo buni biladi deydi. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo innalloha alimun bi zatis sudur. Ey insonlar, ma qalbingiznikini Alloh biladi. Ma qalbimizdekini oldimizdagi odam bilmaydi. Do'stlarimiz bilmaydi, ayolimiz bilmaydi, atrofimizda insonlar bilmaydi. Chiroyiga kulib, tabassum qilib qarab kurashimiz, ammo qalbimiz bir yomonlikni o'ylagan bo'lsak, unga bir hasad qilgan bo'lsak, yomon gumon qilgan bo'lsak, ash yomon gumon qilganimizni do'stimiz bilmaydi, ammo Alloh biladi. Mana bu nuqtada, ya'ni Allohning Al-Alim ismidan o'rgangan birimiz nima? Allohdan hayo qilish. Chunki Alloh qalbimizni biladi. Va in tajhara bil qawli fa innahu ya'lamu sirra va akhfa. Gapni biz oshkor qilayli, maxfiy qilayli va yoki qalbimizni yushurun tutayli, uni Alloh biladi. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda deydi: "Ya'lamu kha'inatal a'yuni va ma tukhfi sudur." Alloh subhanahu va taolo ma xoin ko'zlarni biladi deydi. Xoin ko'z degan qanday bilamsizlar? Ibn Abbos radhiyallohu anhu bunday tafsirlaydi. Xoin ko'z degan bir odam bir yaqinisining uyiga kirgan vaqtida, u uyida uning singlisi yoki bir nomahramni ko'rsa, do'sti qaragan vaqtida qaramaydi, noyati taqvo. Ammo do'sti yo'q vaqtda yoki do'sti inqarob qilgan vaqtda ko'zini o'g'riq qaraydi. Mana mushunimi do'stimiz bilmagan bilan, sahibxon bilmagan bilan Alloh biladi deydi. Va shundaqla bir do'stimizdan kurashgan vaqtimizda noyati deb tabassum bilan kurashimiz. Ammo yomonlikni o'ylasak, ma o'g'rini unda qilay, bunda qilay deb shunda yomonlikni o'yladikmi? Va har qanday bir shaklda qalbimizga tushgan yomonlikni Alloh biladi. Demak, Allohning ilmi mana shundaq cheksiz, to'solg'usiz va shundaqla Alloh subhanahu va taolo va laqad xalaqnal insana va na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu va nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Biz haqiqatan insonni yaratdik. Biz insonning ko'ngliga kelganini bilamiz. Endi insonning ko'ngliga bir yema ishlar keladi shundaqmi? Ba'zida bu insonning kontrolida bo'lmaydi. Insonning ko'ngliga yema ish kelgan vaqtda ham Alloh taolo bizni hisob olmaydi, jazolamaydi unga. Yema ish kelgan vaqtda astagfirullah, a'udhu billahi minash shaytonir rajim deb shunda ham Allohga istig'for aytamiz. Shundaqla shu ko'nglimiz kelgan yema ishning keyingi bir ishlarni qilmaymiz. Alloh taolo bizni hisob olmaydi. Ammo u ko'nglimiz kelganlik tufayli bizni jazolamaydi. Ko'nglimiz kelgan ishning keyiniga kirgandan keyin, ondan keyin jazolaydi. Muhimi Alloh subhanahu va taolo bizning qalbimizni biladi. Bizning qalbimiz qaraydi. Shu an qalbimizni qancha pok tutalsak, Allohning nazarida shuncha hurmatli bo'lamiz. Ma qalbimiz isimizda bo'lsin, Allohning qaraydigan yeri, Allohning biladigan yeri. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom aytdi: "Alloh taolasining ko'rinishini qaramaydi. Qanda kiyinganligini qaramaydi. Isl sifat yurvag'ini qaramaydi, valakin yanzuru ila qulubikum." Qalbinglar qaraydi deydi. Alloh qaraydigan ma qalbimizni doim pok tutishga tirishimiz kerak. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Ma qalbimizda nimani oshkor qilayli, nimani maxfiy qilayli, uni Alloh biladi deng ey Muhammad. Va ya'lamu ma fis samawati va ma fil ard. Alloh osmonlardagi va zimindagi narsani hammani biladi. Alloh subhanahu va taolo hamma narsaga qodir. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo biz yuqori degandek, ma asaba min musibatin fil ard. Zimindagi har qanday bir musibat bo'lsin, chunki bizning başımız kelgan zulm bo'lsin, kichik bir oilada bir bolamizning kasal bo'lib qolishi bo'lsin, ana shunda bütün musibatlarning hammasidan wala fi anfusikum va shundaqla o'zimiz uchirgan musibatlar bo'lsin, hammasidan Alloh subhanahu va taolo buni hammani burun Lavhul Mahfuzda yozib qo'ygan deydi. Ya'ni bizni yaratishdan ilgari Alloh subhanahu va taolo shu bo'ldigan ishlarning hammasini yozib qo'ygan. Muhimi ana shu taqdirga bizning sabab bo'lishimiz. Ya'ni xulosaga vaqtimizda Alloh subhanahu va taolo bir ishni yaratishdan ilgari biladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo osmon zaminni yaratishdan ilgari zaminda bo'lgan bütün ishlarning hammani bilib, uni yozib qo'ygan va shundaqla u ish zaminga tushib yuz berib turgan vaqtida uni biladi va shundaqla yuz berib bo'lgandan keyin uning natijasini qanday bo'lganligini biladi.
Shuning uchun muhim bo'lgan nima desa, biz ustimizga tushgan ishlarni qilish, uning natijasini ansirash, andish qilish va qanday qilishdan qo'rqish bu bizning qildigan ishimiz emas. Chunki yuqorida deganimizdek Alloh subhanahu va taolo buning hammasini yezib qo'ygan. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo ya'lamu ma yaliju fil ard. Zaminga kirgan narsalarni biladi. Bugun qancha odamning o'lganligini biladi, qancha odamningki tug'ilganligini biladi. Va ma yakhruju minha. Zamindan qanday narsalarning unganligini. O'ylab baqinglar, mush yer sharining nimaning unganligini Alloh biladi. Va ma yanzilu minas sama. Osmondan tushgan narsani biladi. Va ma ya'ruju fiha. Osmonga o'laydigan narsalarni biladi. Qaysi amalning qabul qilinganligi, qaysi amalning qabul qilinmaydiganligidan iborat mush osmonga o'laydigan amallarning hammani biladi. Va huvar rahimul g'afur. U Alloh bo'lsa shafqatlik va mehribondir. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning Al-Alim ismining birinchi ma'nosi. Nima? Hammani bilguvchi zot. Ilmi cheksiz bo'lgan zot. Ikkinchi ma'nosi butun ilmning manbasi bo'lgan zot. Ma insonlar bir narsani o'rganaymiz shunda-ku. İnsanlarda bo'lsin, ma inson Alloh yaratgan maxluq ishida ilm o'rganaydigan birdan-bir maxluq. Ilm o'rganaydigan. Bu sababdan Alloh taolo Odam alayhissalomni yaratib, tunji qatim nima qildi? Va allama Adamal asma. Tunji qatim Odam alayhissalomga ismlarni o'rgatdi. Ondan keyin farishtalarga ismlarni deb baqinglar dedi. Farishtalar qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Sen bizga bildirgan narsalarni bilamiz dedi. Ya'ni farishtalar Alloh taolo farishtalarga nimani bildirgan bo'lsa, shuni biladi. Ammo o'zi o'zligidan bir narsa tirishib, iznib bir narsa o'rganmaydi. Alloh bildirganini biladi. Ammo insonga Alloh subhanahu va taolo bir iqtidor berdiki, o'qishdan iborat, bilishdan iborat inson shu iqtidor bilan o'zi tirishib bir narsalarni o'rgana oladi. Shuning uchun bizni ulug' qiladigan, haqiqiy inson qiladigan, haqiqiy hurmatli qiladigan narsa nima? Bilim, o'rganish. Unda bo'lmaydi ekan bizning boshqa hayvonlardan farqimiz bo'lmaydi. Undan boshqa hayot qarab baqadigan bo'lsak, Allohning Al-Alim ismining nurg'un namoyandalarini ko'ramiz. Bir odamning bir narsa o'rganishimi va yoki olim bo'lishimi, uningda Allohning Al-Alim ismining bir namoyon bo'lganligini ko'rsatadi. Kofir bo'lsin, musulmon bo'lsin, bir odamning olim bo'lganligidan Alloh subhanahu va taoloning Al-Alim hamma narsani bilguchi, ilm sohibi degan bu sifati namoyon bo'ldi. Undan boshqa hayot qarab baqadigan bo'lsak, hayotda Allohning Al-Alim sifatini hamma yerda ko'ramiz. Allohning hammani bilguchi dedi. Qanday bilalaymiz? Nimaga qarasak Allohning bu ismini bilalaymiz. Masalan, Allohning xoliq sifatini o'rgandik biz. Yaratish sifatini o'rgandik. Yaratish uchun bilish shart. Bilmagan narsani yaratqilamdi? Yaratqilammaydi. Bilmagan narsaga rizq bergilamdi? Rizq bergilammaydi. Masalan, hammangizga tamoq bermoqchi bo'lsam, hozir men sizlarga, va sizlarga dori bermoqchi bo'lsam, men sizlarga foydali dori berishim va foydali yemeklik berishim uchun hammangizni bilishim kerak. Bo'lmasa birsingizga ziyon qiladigan narsa berib qilishim mumkin. Ya'ni birsingizga mos kelmaydigan dori berib qilishim mumkin. Hayot qarab baqadigan bo'lsak, butun hayvonotlarga hammasiga loyiq shaklda rizq bergilik, loyiq shaklda uzuqlik bergilik. Bu nimani bildiradi? Allohning bizni bildiganligini bildirdi. Eng aqllisi ko'p misol olamiz masalan. Bir olma desak, olmani tekshirgan bo'lsak, va bizning badanimizga foydali butun ilminatlar bor. Süt desek masalan, bizning badanimizga foydali butun ilminatlar bor. O sütda, o olmada bizning badanimizga foydali elementlarning bo'lishi uchun bizni biladigan bir zotninki u olmani yaratgan bo'lishi shart. Demak, naq bizga foydali u narsalarning bo'lganligi bizni biladigan, ya'ni bizga nimaning foyda qilganligini biladigan bir zotninki bor ekanligini, ya'ni al-alim bo'lgan bir Allohni bizga nayt uchiq ko'rsatdi. Undan boshqa Alloh subhanahu va taoloninki yaratishda nayt mahirligi, ustunligi bu Alloh subhanahu va taoloninki alim sifatining naqadar cheksizligini bildiradi. Nima uchun deganda bir odam qancha bilsa shuncha mahir bo'ladi. Masalan, ma ustalni bilgan odam yasay oladi. Bilmagan odam yasay olmaydi. Qancha bilsa shuncha ko'p yasay oladi. Shundaqmi? Masalan, Abdullatif yasay oladi. Ammo dadasi taxmin o'chashi mumkin. Dadasi balkim taxmin usta bo'lgan ekan. Men yasay olmayman, bilmayman. Demak, ana shuningdimi Allohning alim sifatini namoyon qiladi. Bizni bilgachga yaratdi. Alloh subhanahu va taolo bir sekund o'ylab baqinglar, 4 dan 5 qadar odam yaratdi. Bir sekundda, bir deb bo'g'icha. Bir minutda 250 dan 260 qadar odam yaratdi. Bir kunda 300 ming qadar odam yaratdi. Subhanalloh, Allohning ilmi haqiqatan cheksiz. Bu faqat inson turi. Ma hayvonlarning turini qo'shsak, qancha million hayvon bilamizlar? 8 milliondan ortiq tur hayvon bor. Sanamasa 8 million turdan ortiq hayvon bor. Hammasi kim yaratganlik? Alloh yaratganlik. Bilmisi yaratalamdi? Yaratanmaydi. Demak, Alloh subhanahu va taoloning ana shunday cheksiz jonliqlarni, cheksiz o'simliklarni, cheksiz mavjudotlarni har vaqtda cheksiz sonda yaratib turganligi Allohning ilmini va bizning aqlini tushunishga ojiz qiladi. Alloh shunday bir zotki, har vaqt har narsani bilib turadi. Va shundaqla o'ylab baqaylik, Alloh subhanahu va taoloninki maxluqotlardagi yaratilishining a'zolari qarasaqmi, Allohning naqadar olim, alim zot ekanligini bila olamiz. Masalan, deylik, tuga nada yashaydi? Cho'lda, qumliqda yashaydi, shundaqmi? Kirpiklari uzun, tapallari kengri. Demak, bu tugining cho'lda yashaydiganligini biladigan bir zot yaratdi. Shuning uchun, shuning cho'lda yashagan masalda qumga petib ketmaslik uchun tapini kengri qildi. Va shundaqla u qumliqda ko'ziga qum damchilarining kirib ketmaslik uchun uzun kirpik qildi. Va shundaqla cho'lda suv oz bo'lganlik uchun suvni qachilab mangalaydigan uning luki berdi. Va shundaqla u tugiga qaqas issiq va shundaqla sovuq o'tmasligi uchun qilin teri berdi. Endi yana bir tarafdan o'ylab baqaylik, shimoliy qutbda yashaydigan ey qarab baqaylik.
Eğiqda soğuk ötküzmeydiğin acayip bir yung var. Endi tügünü Şimali kutupta yaratып koygan bolsa, bu yerda bir hikmetsizlik, bu yerda bir bilmezlik bo'ldi. O'ylab bakinglar, nima ish qildi u tügü Şimali kutupda o tapallar bilan muzning ustida? Lazım bo'lmaydi. Endi Şimali kutupda yashaydigan eğiqni qumliqqa ekib yaratib koygan bolsa-chi. Demak, bu yerda yo'q, bu yerda iloh yo'q ekan desa vaqtda dinsizlar gapni urlaq bo'ladi. Ammo hayot qarasak hammasi joyida. Qumliqda yashaydigan tuga, kan tapalliq. Şimali kutupda yashaydigan eğiq, qilini yo'nliq. Suning ostida yashaydigan biliqlar, necha 100 metr suvning besimiga bardosh berlaydigan muskulda suyak yartliqliq. Demak, bu maxluqlarning hammasida al-alim, nimaning nerda qanday yashaydiganini biladigan bir zot bor ekan deganni biz ro'shan ko'ra olamiz. O'zimizning a'zolari qarasaqmi ko'ra olamiz. Masalan, necha qatim misol oldik, ko'zimizning kipikimiz midillab turadi. Nima uchun midillab turadi? Qaysini deb bilasizlar? Bilmaymiz. Kipikimiz midillab turmasa, ko'zimiz qurib qoladi. Bu kipikimiz shunday midillab turib ko'zimizni nemlaydi. Demak, o zot alim ekan biladi ekan. Va shundaqla qo'limizda shunda bir kesib olsa, qon sudaq qo'yib Allah, ha? Qon sudaq. Nima ish qo'limiz shunda kesgandan keyin bu suv jo'makdan chiqqanda qon eqib ketmaydi. Shunda zaxmlangan hamon qon ashiyada uyiladi. Ashiyada qon to'xtaydi. Agar qon eqib ketsa biz ulab qolamiz. Demak, bizni shundaq bir zot yaratibdiki, bizga nimaning foydali ekanligi, hayotimizni nimaning tutib turadiganligi, hayotimizni nimaning tugashtiradiganligini hammani biladigan bir zot yaratganlik ekan. Ma koinotdagi bütün mavjudotni, bütün hayvonotni, o hayvonotning qanday yagmas qiladigan, nima yeydigan hammani biladigan bir zot yaratganlik ekan degan Allohning alim sifatini nayt ro'shan ko'ralaymiz. Xo'sh, unda bo'lsa Alloh subhanahu va taolaning ilmi ana shunday cheksiz ekan. Hamma narsani biladi ekan, kelgusini biladi ekan. Bu darsni oldigan birinchi darsimiz nima? Allohning alim sifatidan o'rganadigan birinchi ishimiz bo'lsa, Allohning alim sifatiga ishonish. Alloh biladi ya. Beshimizga bir musibat keldimi? Bir qiyinchilik uchurdikmi? Biz orzu qilgan bir ishdan birga erishamadikmi? Shundaqla bir yaqin do'stimiz bilan tashlab etdimi? Yoki shunga o'xshagan har qanday bir musibat keldimi? Alloh biladi. Alloh bilib yozgan ishlar yuz berdi deb Allohning ilmiga ishonish. Allohning ilmiga ishonish degan nima? Qazo qadarga ishonish. Qazo qadarga ishonish degan nima? Allohning ilmiga tayinish. Endi Alloh subhanahu va taolo hamma ishni biladi ekan. Bundan keyin yuz beradigan ishni biladi ekan. Yuz berib bo'lgandan keyingi natijasini hammani biladi ekan. Ikkinchi qilib Alloh taologa duo qilishni o'rganishimiz kerak. Chunki Alloh taolo har bir ishni bilgan bo'lg'achqa, Alloh taolo ba'zi taqdirlarni shartga bog'lab qo'ygan. Masalan, baydadoq Alloh subhanahu va taolo osmon zamin yaratish ilgari butun narsani yezig'liq deb. Alloh taolo ma banda mani qilsa va yoki munda da tilsa mani biriman deb nurg'un taqdirlar, shartli taqdirlar bor. Shunga ba'zi bolalar so'raydi. Bizning peshonamizga hamma narsa yozilib bo'lgan tursa, Allohga duo qilganning nima foydasi deb. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom taqdirini duo o'zgartiradi deydi. Bu deganlikki Allohning bilgani xato chiqdi deganlikmi? Yo'q. Alloh taolo hammani biladi. Alloh taolo ana shuni bilib, bizning duo qilishimizni bilib, duo qilmaydiganligimizni bilib, hammani yezig'liq. Ba'zini ana shunday shartlik. Duo qilsak, bundaq bo'ladi, duo qilmasak, undaq bo'lmaydi. Ya'ni hammasi Allohning ilmining ichida. Unda bo'lgan ekan, biz qiyinchilik quchgan vaqtimizda shukrlashmaymiz, umidsizlanmaymiz, dal aksicha Allohga duo qilamiz. Ey Alloh, sen ishlarning hammani oldikayni bilsa, menga yaxshi bo'lganini nisb qil deb. Shuning uchun bizning o'rganganimiz istixonamizni o'qish. Qiyinchilik quchgan vaqtda, tanqib qolgan vaqtda, qaysini qilishni bilmay qolgan vaqtimizda Alloh taologa istixonamizni o'qiymiz. Bilamizlar istixonamiz degan nima? Bir ishni qilaymi, qilmaymi? Ma ishning qaysi yaxshi deb tanlash qilgan vaqtimizda Alloh taologa maslahat silib, Alloh taolodan maslahat so'rab o'qiydigan namoz. Buni qanday o'qiymiz? Normal 2 rakat o'qiymiz. Farzdan boshqa 2 rakat o'qiymiz, ondan keyin tuandagi duoni o'qiymiz. Allohumma inni astaghiruka bi'ilmik. Ey Alloh, sening ilming bilan sana maslahat so'raman. Chunki Alloh biladi qaysimiz yaxshiligini. Va astaqdiruka bi qudratik. Sening qudratingdan qudrat talab qilaman. Va as'aluka min fadlikal azim. Sening buyuk fazlingdan so'rayman. Fa innaka taqdiru va la aqdir. Sen har bir narsaga qodir. Men hamma narsa qodir emas. Va ta'lam va la a'lam. Sen bilsa va anta allamul ghuyub. Sen bütün g'ayblarni bilsa. Ey Alloh, Allohumma in kunta ta'lam anna hada al-amr khayrun li. Ey Alloh, agar ma ish meningki dunyo va oxiratim uchun yaxshi bo'lsa, menga uni nisb qilgin, taqdir qilgin. Agar ma ish mening dunyo va oxiratim uchun yaxshi bo'lmasa, uni menga nisb qilmagan, uni mendan qaytirib etgan degan mana shu duoni o'qiymiz. Demak, istixonamizni bir musulmonningki mana shunday tengilqashda qolgan, qaysini qilishni uqolmay qolgan vaqtda qo'ydigan eng chong qurollarning birisi. Chunki bu Alloh qilgan maslahat. Mana shunday tilsak, agar bizningki taqdirimizda shartlik shunday taqdir bo'lib qolsa, ma bendam bundaq tilsa, men uni mani birmanday deb yozilgan bo'lsa, bizning duoyimiz bilan, tilakimiz bilan Alloh subhanahu va taolo yaxshisini nisb qiladi. Uchinchisi, Alloh subhanahu va taolo al-alim ekan. Alloh taolo hammani biladi ekan, qalbimizdagini biladi ekan.
Dadımız kömegen, hiç kim kömegen yedi kögenlerimizni bildikken, anğanlarımızı bildikken, onda o iş qilishimiz kerak, Allah'tan haya qilishimiz kerak. To'g'ri, bizni boshqalar bilmasligi mumkin. To'g'ri, bizni ota-onamiz ko'rmasligi mumkin. Ammo ash telefonimizni ko'rgan yerda saqlanadi ya, masalan to'r ko'rgichda. U yerda saqlanishdan ilgari farishtalarninki daftarida saqlab qo'yilgan. Ayadikini 3 agli bo'ldi telefondikini, ammo ayadikini 3 agli bo'lmaydi. Har vaqt Alloh taolo ko'rib turdi, hammasi yezib turdi. Unda bo'lgan ekan, Allohdan haya qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom davrida Mersad ismli bir sahoba edi. Bu Mersad ismli sahoba nihoyat kuchli, botir sahoba edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Madinaga kelgandan keyin bu sahobini Makkada zulm uchirgan sahobini birdan qutuldirishga avatgan. Ammo bu Mersad degan sahoba ilgari jahiliyat vaqtida o'ynab o'tgan bir sahoba. Xuddi ba'zi bir yoshlarga o'xshash. Ammo tavba qilib iymon etib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bilan hijrat qilgan. Hijrat qilgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu sahobani Makkada zulm uchirgan sahobalarni birdan qutuldirib akirish vazifasini yuklagan. Bu sahoba Makkaga keldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom vazifasi bilan. Ana shunday zulm uchirgan sahobalarni qutuldirish uchun oydan kechida asta mingvatgan vaqtida, yosh vaqtida, jahiliyat vaqtida muhabbatlashgan bir qiz unga uchrab qilib, "Ey Mersad, sen nima ketding? Men seni sig'indim, u qildim, bu qildim" deganga o'xshash gaplarni qildi. Ammo Mersad, "Men iymon etdim, men tavba qildim, men gunohimdan yondim" dedi. Ammo bu ayol tavba qilmagan bo'lg'achqa, bugun kech uning uyimda qolsa, agar bugun kech uning uyimda qolmasang, Mersad kishilarni qochirmoqchi, ilib qochmoqchi deb to'layma, seni qo'yishliklarni tutib birma deb tahdid soladi. Mersad Allohning hammani ko'rib turganligini bilgan bo'lg'achqa, bo'lmasa hech kim yo'q. Oydan kecha, jahiliyat vaqtida yaxshi ko'rgan bir qiz, ammo islomga tavba qilib hidayat qilgandan keyin hech kim ko'rmasimi? Al-Alim. Alloh hammani biladi deb yana unamaydi. Ondan keyin bu qiz qanday qiladi? Ey xaloyiqlar, Mersad muhojirni qochirmoqchi, ilib qochmoqchi deb to'laydi. Qo'yishlar chiqib Mersadning keynidan qo'g'laydi. Qochidi. Eng oxiri bir o'nkuning ichiga yushunib oladi. Ular izlab kelib, hammani izlab kelib, uning qishig'i kelib, ustiga kelib, shunday izlaydi, ammo uni qolmaydi. Demak, Allohdan boshqa hech kim ko'rmaydigan yerda Alloh harom qilgan ishni o'zini saqlaganligi uchun eng xatarlik paytda Alloh uni saqladi. Demak, Al-Alim Allohdan mana shunday hayo qilsak, Alloh subhanahu va taolo hech kim ko'rmaganda bizni ana shunday qo'g'daydi. Alloh subhanahu va taolo eng qiyinchilik paytimizda bizni himoya qiladi. Shunga bizning bu darsda aldigan 3-darsimiz har vaqt Allohdan hayo qilish, xuddi o'zimizning ustida bir kamera bordek, shunday tuyg'u bilan Allah'tan qo'rqish. 4-si niyatimizni saqlash. Boy deb o'tdik. Innalloha alimun bizatis sudur. Alloh ma qalbimizdagini bildi. Nimani o'ylaganligimizni bildi. Biz boshqalarga unda deb qap, bunda qilishni o'ylagan bo'lsak, biz insonni aldiya olishimiz mumkin, ammo Allohni aldayamaymiz. Bütün ishlar Allohning qo'lida. Shuning uchun niyatimizni, qalbimizda har vaqt saf tutishimiz kerak. 5-si Allohning Al-Alim sifatini o'rganganimiz, Allohning bu sifatini axloqlashga tirishimiz. Alloh subhanahu va taolo bizni bütün maxluqotlar ustidan hurmatli qildi. Bizni hurmatli qilgan narsalarning qatoridan birisi nima? Ilm. O'rganish. Biz qachoniki shu o'rganishni Alloh subhanahu va taolo degandek o'rgansak, ya'ni Allohning buyurgan yo'liga ishiltishni o'rgansak, Allohningki ismi bilan o'rgansak, biz Allohning bu sifatini o'zimiz o'zlashtirgan bo'lamiz. U ilm bizda rasmiy shaklda manfaat beradi. Va shundaqla Alloh subhanahu va taoloninki bu ilm erishishni iborat bu iqtidorni ishlatib, Allohning bu sifatini o'zlashtirgan vaqtimizda Alloh taolo bizning o'rnimizni ko'taradi. Jamiyatdagi o'rnimizni ko'taradi. Allohningki nazaridagi o'rnimizni ko'taradi. Hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun. Alloh subhanahu va taolo bilganlar bilan bilmaganlar barobar emas deydi. Esimizda bo'lsin, bo'libmi yoshlar, mushu yoshlikni zayo qilishni qattiq saqlang. Bu Alloh subhanahu va taolo sizlarga bergan eng cho'ng dasmoyi bu. Cho'ng o'g'anda qilolmaydigan ishning birisi dal ilm o'rganish. Bu misol cho'ngning hammasini so'sanglar, nima ish qilganga pushaman qilsiz, hammasi deydi-ki, o'qiyolmaganga pushaman qilaman deyish mumkin. Ma boshqa ishni keyin qilib olgan bo'ldi. Bo'libmi hozirgi yoshlarniki yosh turib, 18-19 yosh turib, lekin tijoratga o'z kelib qoladi. Amaliyotda 18-19 yosh o'qiydigan bir payt. Ammo tijorat degan biroz o'qib, bilmaganlar, biroz pishib, yosh to'xtalgan vaqtda undan keyin qilsa, utuq bo'ladigan gap. Dunyoga qarab boqinglar, ma'lum bir YouTuberdan boshqa, ma'lum bir aqmas ishlar bilan mashhur ketgan sanoqli kishilardan boshqa, kichik vaqtidan bir tirishib, qantardan pul topgan bir odam yo'q. Chunki bu hayotning qonuniyatiga bir zid ish. Ma yoshlikni Alloh subhanahu va taolo bir narsa o'rganish, o'zimizni qimmatlantirish uchun bizga bergan. Hozirgi ko'pincha yoshlarningki ilm o'rganishni so'qib qilishning sababi nima desa, unda qarasa, o'qituvchisimi bek boy emas. O'qitgan o'qituvchisini haydagan mashinasi o'quvchining xiyolidagi mashina emas. Demak, o'g'anining foydasi, men o'qisammi, o'qituvchim olgan chek mashina olsam, men boshqasidan bo'ldi ekan deb o'ylab qoldi. Insonlarda bo'lsin, o'qish faqat u pul tepish emas, u musulmonlik buruch o. U bir odamlik buruch o. O'qish degan bizni odam qildigan narsa o. Rizq degan xalqa odamga, hatto savodsiz odamga beradi Alloh taolo. Ammo ilm deganni bir odam o'zining odamligini saqlash uchun o'qishga tegishli bo'lgan bir narsa. Shuning uchun ilm o'qishga, o'rganishga yoshlar asla va asla sal qaramanglar. Hargiz shaytonning vasvasasiga aldanib, pul topqolmay degan deb hammani moddalar bilan o'lchab, pullar bilan o'lchab, yoshlikni zayo qilib olmanglar. Chunki pulni bir oz 20 yosh, 22 yoshga vaqtida topa olasizlar. Ammo o'qishni zehninga cheshib bo'lgandan keyin
onu kılanmaysızlar. Allah subhanahu wa ta'ala hemmimizni özü razı bulduğun yolga nasip olsun Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hemmimizge alim ismidin nesibilen ağıl nasip olsun. Menfaatlik ilim ata kılsın Allah subhanahu wa ta'ala. Ve şundakla Allah subhanahu wa ta'ala hemmimizge bu alim sübtini özleştirgen nasip kılsın ki şahsi şekilde başımıza duş gelgen kıyınçılıklar olsun. Bizni endişege sağan işler olsun. Ey Allah sen bunun hemmini bilise degen işenç bilen o kıyınçılıklar aldıda bütünley Allah'a tayinip durup o kıyınçılıklardan bizi ötkül nasip kılsın. Bizge sabır versin Allah subhanahu wa ta'ala. Her vakit isimizde bolsun ki meyli çoğun işler olsun, küçük işler olsun. Hemmini Allah Teala biledi, kürep durudu. Bundan ki nemiş bulduğalıqını biledi. Onda boğan iken her vakit duayımızda, her kanda bir duç gelgen işlerimizde ey Allah bu işlerim bana yaxşı bolsun nasip kılgın, yaxşı bolmasın nasip kılmagın degen bu şekilde Allah Teala'dan tileşine devam kılaylı. Allah subhanahu wa ta'ala hemmimizge menfaatlik ilim ata kılsın, doğru yolu yeteklesin. Allah subhanahu wa ta'ala hemminglaga katta hasilab ecr bersin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alamin.